Voy, bu yerda salpiyib o'tirib ketibsiz ғой. O'rtadim shu. Qanday? Bir ish bo'ldimi? Yumush bog'liq uqmamsiz. Kimni bo'za qilganda bizning shirkatning malikasini? Men hozir kim o'za qila oladi? Qanday? Shakirni demsiz? Odatda qizlar o'g'illarni qo'g'lashsa, ma'qul keltirmak bek tasmi qanaqa? Uning amali bor. Amali bor? Qanaqa amal? Shakir sizga nima dedi? Siz bilasiz-ku tunji qatam ko'rgandilar Shakirni bek yaxshi ko'rib qolgan. Uni degan o'g'il do'stim bo'lishni bek orzu qildi. Gullarni sovg'a qildi, sovg'atlarni tayyorladi. Jinsilarni berdi. Shunchalar qilsammi u deydi. Bunda atalmış romantikliklarni yoqtirmayman. Sizda kichik mijoz qizlarni yoqtirmayman. Mana bu vaqtingizni isrof qilmang deydi. Qanday qilishni qat'iy bilaman. Vaqtingizni isrof qilmang hamsi. Balkim Shakirning sizni qabul qilmasligida ichki shirkatning uzun yillik munosabati bo'lishi mumkin. Hozir qarashdan ichki shirkat hamkorlik o'rnatganda qilgan bilan uzun yillik munosabatimizni epetgan vaqtda buningdan burun ichki shirkat eng chong jihatdagi raqobatchi hisoblanadi. Balki kelgusdagi ba'zi bir ehtimolliklarni o'ylab bo'lsa-mu, sizni o'ziga qabul qilmagan bo'lishi mumkin. Ularni qat'iy o'ylab qolmabman. Bo'pti. Har ehtimollikda uslubingizni boshqacha bir o'zgartirib sinab baqsangiz, boshqa bir o'xshamagan natijalarga erishib qolishingiz mumkin. Qanday deysiz? Odatda cho'ng shirkatning begzodlari kichik mijoz, qo'moq turdagi qizlarni ancha yoqtirib ketmaydi. Yoqtirdig'ini cho'ng sifat, oliyjanob, zilva qizlarni yoqtirdi. Ularni nima ish qo'yilmagani ben? Ismimizdan qilsam Mağdur, boş. Belki bu kadar yig'indan keyin hamkorlashsak, texnik yaxshi bo'lib ketishi mumkin. Bo'lsa, texnik yaxshi bo'lib ketsin. Undaqda bu qatam kutib olish yig'inini mushad o'rlashtiramdiq. Shundoq, bu qatam qorlashtirish dadamning plani. Sal turib, Naj'on taratqular keldi. Ulardan sirt mushkal sifat qozongan Najkat arboblar bor. Shuning uchun bu qatam yig'indan chataq chiqmaslik kerak. Bo'ladi. Chataq yo'q. Undaqda Rajab kamlarning keldigan vaqtim bo'lib qopti. Biz mang'amdiq. Men boramdim. To'g'ri. Asli o'rlashtirish bo'yicha sizning bilib berishingiz kerak. Atayin shuni oldiq boramdim. Bu shuncha kishilar meni avar qilish ketamda. O o'zingning shirkatning xo'jayini bo'lgandan keyin o'zing olasan olmadimi? Shakirni ko'rdingizmi? Yo'q. Men bo'lsam bo'lmabdi. Kichimni bilsam. Shakirni ko'rshamidingizmi? Görüştüm. Bekla, benim geçmedi. Şarkının sizin görmediniz mi? Oy. Qarag'anda akam ratqavatga yaxshimamdi. Kayfiyatingiz ancha yaxshi dekmaymiz. Agar ma'qul bo'lsangiz, kechda o'rlashtirish qilsam, radam o'tirib kelsak qanday? O'zingizcha meni ko'chadagi qizlaringizga o'xshatib qolmoqchimisiz? Yo'q. Mana ko'ringiz. Mana ham xalqning qog'idagi yaldirim yo'q. Shuning uchun sizni o'zimdan loyiq qo'lladim. O'zingizni kimchaqlab qoldingiz. Siz faqat dadasining tepagini yeydigan oqlanchi xolos. Shu holingizni men bilan to'y qilmoqchiman. Yaxshi. Akamning qo'l ma'qul bo'ldi deyli. Dadamning ma'qul bo'lishi natay. O'zingiz bilasiz. Hozirgi bu jamiyat biz ko'zimiz kelgandek unda oddiy emas. Agar kunlarning birida sizning yomon gaplaringiz dadamning qo'liga yetib qolsa, bu chaqda mendan xafa bo'lish bo'lmaydi. Men keram oqni qarim qila olaman, ham qarnimni oq qila olaman.
Özünüz cuma taksili nerede? Yo'q, bu faqat sizga olgan samimiy eskartishim xolos. Samimiy eskartmangiz kerak. Dadoy. Ben de kızınız yadınızı bağmazsınız. Beni aldavatsız. Ya işlemeyin. Rosma? Neymiş ki bana da hep koymadınız? Men bu yo'lni mangsa ya. Aerodromga yaqinroq chiqadigan yo'l. Ha deb qo'ysa deyishib ketgan qarama ana. Xat to'xtab tur Rayon. Mishqi qoldirgan uchun qanday keltirmaydi ekanman seni. Kerem direktor. Rayhonning akangizni yaxshi ko'rdig'ini bilib turib, yana uning peydajo'singiz anlashmasmi-ki? Sening mening ishim to'g'ri xato deganiga taqsilayting to'shmaydi. Kim biladi, chet davlatda kim bilan nalar nima ish qilib o'zi size akamni aldab tik olman deb o'ylabdi-da. Rayhon undan qizlarni emasmi? Udan til tekizma. Voy voy. Lan qara, ma'qulchini qarg'an samiyaning ostidan qarab qo'ygan o'xshamamdi. Ha? Başka iş kılamsam aldığınızda çıkayım da. Vay vay dadoy. Köpçün bulup kandım yine ensireyimede. Gelsiz. Adımdan aşma Kerem. Korgun sap qaptı-ku. Yurgan yo'qlab qolgan o'xshamamdi. Unutib qolma, Rayhon bog'i sendek odatda netchini daryoga birib sug'ama yondirib aytildim. Oldu karım yok. Ben mandım. Ne paran kötüseli. Koş. Recep'ka! Recep'ka! Ya bu mümkün emez. Kadın burada. Recep'ka! Ya! Bu maşının kadar kaydeştini, he? Maşını düşer! Hadi yürü. Dördüncü numaralık liniyada katlaşmaktan süzmedi. Ya. Asli işlem ondan bulmasın gerekti oğlum. Ya. Kandak maşinaydı ki ne var? Ha? Şer! Ağlıma süreceğim kavga bırışıp kalsa bunu yüzü kadar kırayım ya. Ne bakın? Bak. Maşina değilsin şirketin kamil. Hoşlan amini kamil bulalım ha. Kamil gibi ne misin? Ha? Maşina değilsin. Süreceğim kavga bırışıp kalkan olsa. Ne herkes boş koyuyor tabi. Dada! Gözünüzü açın! Recep!
Telefonum tutulmadı. Oldu. Ben degende ko'rmaslik qilaveringlar sen. Xo'sh. Aka. Telefondan to'k tugab qolibdi-ku, o'zinglar telefon qolaydigan telefoningizni berib tura olamsiz. Bo'ldi. Voy. Ha, ben kep buldum. Ama ben sıfır bana. Makul. Hoş. Rahmet ağır buldum ha. Ha, makul. Kız to'xtab tur. To'xtab tur. Kimi chaqiryapsiz? Sizni boshqa odam bo'lmasa, Birash pamti. chomdan solib qolibdi. Çamdan? Voy, siz meni chomdan yeyapsiz deyman. Sizni çamdan olsa? Voy, yo'q. O'qimisiz bo'ldi. Yo'q deganman. Qolgan. Qo'lingiz sut bo'pti juma. Men rost qizda evomadim, oldirib men shu diqqatsizlikda evomoqchiman. Hech qisi yo'q. Azroq sat olmaysiz. Unos bunday qilaylik qarang. Men telefonim bilan sizga yozib beray. Ondan keyin sizni tomoqda aytib qolsam bo'lamdi. Bo'ladi. Qog'oz yo'q-ku, sumka bilan yuzingizni yozib beray. Baqsa. Oy, ishim bo'lmaydi. Ha, bo'ldi. Undan so'ng oldiraydi men. Qanday ko'raman buni? Xo'sh. Neymiş kızımdakta bu? Bunun da çokum bir ilimi girme. Ameliyatda hemmimizi joyida meni qo'rqqan ishlar. Yoki bu mendik emasmizmi? Yo'q. Bu men qiladigan eng yaxshi narsa. Bu ishlar bundoq tezlikda kelmasdi kerak. Bu ishlar cho'qim boshqa kelib kirdi. To'g'ri. Qahar. Bu dal qaharning qiltig'i. Qahar. Pulumni qaytaribsan, qaytarmabsan? Qaysi pulni? Qaysi pulingizni? Qaysi pulni aytman? Qaytarmabsan? Qaytaribsan, qaytarmabsan? Qaysi pulni qaytarishga tegishlimayman. Qaysi pulingizni? Qaytaribsan, qaytarmabsan? Qaytaribsan, qaytarmabsan? Siz qo'yib turamini. Qancha qaytarsan qizlar? Qaysi pulni? Qaytaribsan, qaytarmabsan? Nima qilsan? Ha? Anan sen qizlar qo'lda qizlar deb o'rgatmaganmi? Kim bo'lsa ishini qilaman. Ish chiqarlashmayman. Men uni aksi. Buni sanaq aksi yo'q. Men qara. Men tanlagan qo'lan sunib ketib qolmasin. Yo'lan ketib olsam olamdi-ku. Ishini qilaman. Chiroyli yo'lan ketib olsam olamdi-ku, ukan. Sizga bir ish bo'lmaganda, chiroma uyga kirib qo'y.